Hozirgi kunda garantiya bilan kim lol qoldirish mumkin? Atrofda hamma garantiya berish bilan ovora. Shuning uchun haqiqiy garantiya o'z ma'nosini yo'qotdi. Sizga invertor sotganlar nima qilishini bilishmayapti, chunki zavod bilan aloqa yo'q. Mijozlar esa sizdan norozi. Aslida birinchi qo'l distribyutorlar olib kirgan invertorlar garantiyasi quyidagi narsalarga ega bo'ladi. Birinchidan, dasturiy ta'minot, invertor dasturi va uning sozlamalari. Nafaqat o'rnatish payti, balki undan keyin servis payti ham juda katta muammo tug'dirishi mumkin. Faqat haqiqiy distribyutor ishlab chiqaruvchi bilan birga bu muammoni to'g'rilashi mumkin. Ikkinchidan, avvallari invertorga zapchast topish uchun kimdandir buzilgan yoki ishdan chiqqan uskuna qismini olardingiz. Rasmiy kafolat bunday muammolarni zavod tomonidan berilgan yangi maxsus qismlar bilan ta'minlash orqali hal qiladi. Uchinchidan, invertorni to'liq yangisiga almashtirish. Bu jarayon rasmiy garantiyada zavod o'zidan aynan shu invertorni o'ringa o'rin almashtirish orqali amalga oshiriladi. SolarX kompaniyasi aynan shunday shartlarni amalga oshira oladigan va allaqachon Tier 1 ro'yxatiga kirib bo'lgan Goodwill invertorlarini rasmiy distribyutor